Benim mevzuyum Uygur tadqiqotidagi yengilliklar degan mazmun. Buni qo'lga kichik maqsad Abduxoliq Uyg'ur haqida o'sha vaqtcha qilingan tadqiqotlarni bir baholab beqishni maqsad qildik. Abduxoliq Uyg'ur tadqiqotida oldin biz bu tarjimali haqida to'xtaldik dastlabda. Tarjimalarga kelsak, tercümadan mundaq məsələni bayaqladım mən. Abduxoliq Uyg'urni 1923 yildan 26 yilgacha Rus Sovet İttifaqida, ya'ni Moskva Emgekçiler Kommunistik Universitetida 3 yil o'qigan degan bir gap bor. Men shuning bilan buning rost yolg'onligini ayirib beqish uchun izlandim. Bizni oxiri shu Moskva Sharq Emgekçiler Universitetiniki aynı vaqtda Uyghur diyarıdan o'quvchi qabul qilgan yoki qabul qilmaganligini aqtadim. Aqtasam 1927 yilgacha Moskva Emgekçiler Universiteti Uyghur diyarıdan o'quvchi qabul qilmabdi ekan. Shu bu yolg'on ekan. Bu birinchi yolg'on. To'qilgan Abduxoliq Uyg'ur to'qilgan tuhmat. Abduxoliq Uyg'ur Moskva Sharq Emgekçiler Universiteti o'qimagan ekan. O'qigan o'quvchilarning soni o'shib ekan, shu chog'da o'shkining ichida 7 Uyg'ur ekan. Lekin o 7 Uyg'ur O'rta Osiyodan qabul qilingan Uyg'ur ekan. Bizning vatandan qabul qilingan emas ekan. Bu birinchi yolg'onni isbotlab chiqdi. Buning o fransiyalik tadqiqotchi Rus arxivlaridan mushuni ayirib bir maqola yozib ekan. Shu maqoladan tepkining nimsini qildim. Bu birinchi yolg'on bo'ldi. Ikkinchisi Abduxoliq Uyg'urninki asarlariga kelsak, Abduxoliq Uyg'urning asarlarida nimaning ta'siri bor? Lermontov, Gorkiy ta'siri bor deb Abduxoliq Uyg'urning bir she'rida uchragan bo'ron so'zini Gorkiy, Maksim Gorkiyninki bo'ron qush qo'shig'iga o'xshatib tahlil qildi. Lekin ikkisining davatgan bo'roni o'xshamaydi ekan. O Maksim Gorkiyninki nimani tahlil tamsil qilgan bo'lsa, ya'ni vakillik qilgan bo'lsa, inqilobni. Abduxoliq Uyg'urninkida u inqilobni tamsil qilmagan ekan bo'ron. Yani ikisi gapgan. Fakat bo'ron degan bir so'zni tepla, shundan u Maksim Gorkiyning bo'ron qush qo'shig'iga Abduxoliq Uyg'urninki asarlarini o'xshatdi. Ya'ni Abduxoliq Uyg'ur Maksim Gorkiyning ta'siriga uchragan deb tanishni bilan Maksim Gorkiy Sovet İttifaqida sotsialistik realizm deyilgan adabiyot metodiniki qo'llovchisi bo'lganligi uchun shu bilan Abduxoliq Uyg'urni sotsialistik realizmniki tashabbuschisi hisobiga kirgizish uchun bunda o'ydirib chiqilgan gapga. Ondan Abduxoliq Uyg'ur asarlaridagi ideyalarga kelsak, ideyani bu Jungu edebiyatida bo'lingan turlar bo'yicha tahlil qilgan ishga. Jungu edebiyatida bu 49-yildagi burungi edebiyotni demokratik edebiyot deydi. Ondan bu demokratik edebiyotda realizm ve romantizm birleştirilgan deb tushuntirdi. Abduxoliq Uyg'urning she'rini shu realizm bilan romantizmning birlashtirilmasi deb tushuntirgan. Lekin Abduxoliq Uyg'urning asarlariga qaralgan bo'lsak, romantizmning alomatlari din aksicha butunlay realizmning alomatlari asos o'rin turdi. Bu Abduxoliq Uyg'urning she'rlari berilgan baho emas, Jungo edebiyotidagi 49-yildan burungi edebiyotlar berilgan bahoni Abduxoliq Uyg'urning asarlariga tahlil qilib shuni ichiga sirib qo'ygan bir masala. Ondan Abduxoliq Uyg'ur kimning ta'siriga uchragan? Abduxoliq Uyg'ur kimning ta'siriga uchragan degan masalada buni Gorkiyninki ta'siriga uchragan. Ondan başka Lermontov onun ta'siriga uchragan degandek bir nimalar bor. Degandek bayonlar bor ekan. Aksicha biz Abduxoliq Uyg'urninki bu bolalarga uchun yozilgan bir bolalar kitobining rasmlari bu Abduxoliq Uyg'ur kimning ta'siriga uchragan degan masalaga kelsak, biz Abduxoliq Uyg'urning she'rlarini tahlil qilgan bo'lsak, Abduxoliq Uyg'ur bizning endi Olimjon akamiz deb o'tgandek Abdulla To'qayning ta'siriga ham uchragan. Masalan, Abduxoliq Uyg'urning shu Bardur degan she'ri, Bardur adiblik Abduxoliq Uyg'urning bu she'ri
dal şu Abdullah To'qay'ninki bizni o'rinsiz yomonliklar degan bu she'riga o'xshaydi. Raditdan tortib shu qadar o'xshash endi. Shunga bo'ylab vaqadan Abduxoliq Uyg'urni Lermontov Gorkiyga o'xshatib qo'yish yoki shuni ta'sir o'xshagan deyishninki asos yo'q yani she'rlarda. Andan ikkinchisi Abduxoliq Uyg'urninki bir do'stining ma'lumoti bor. Abduxoliq Uyg'ur ve onun edebiyatımızı o'rnagan kitapta. Bununda Abduxoliq Uyg'urninki shu do'stiga Namık Kemalninki ikki misra beytini o'qib berganligini va Namık Kemalninki ta'rifini qilib berganligini yozadi. Biz bundan Abduxoliq Uyg'urning Maksim Gorkining emas, aksicha Namık Kemalninki ta'sir uchraganligini faraz qila olamiz. Ondan Abduxoliq Uyg'ur she'rlarida Fuzuliyni ko'p tilga oladi. Bundan biz Abduxoliq Uyg'urninki Fuzuliyning ta'siriga uchragan deyamiz. Ondan Abduxoliq Uyg'ur she'rlarida 70% aruz vaznida yozadi. She'rlarninki ko'pinchisi g'azal. Bunda bo'lgan ekan bu g'azalchilikda hammalarga ma'lum Navoiy eng tanilgan kishi. Shu biz Abduxoliq Uyg'urni bu she'riy shakl jihatdan Navoiyning ta'siriga uchragan deymiz. Agar biz buni Lermontovning ta'siriga uchragansak, Lermontovning she'rlari Uyg'urchaga tarjim qilinmagan Abduxoliq Uyg'ur davri bir. İkincisi Lermontovning she'rlari tarjim qilingan taqdirdami barmoq vaznida tarjim qilingan. Aruz vaznida emas. Endi Abduxoliq Uyg'ur agar Lermontovning ta'siriga uchragan bo'lsa, o'sha adabiyotniki she'rlari barmoq vaznida bo'lishi kerak. Aruz vaznida bo'lmasi kerak. Lekin Abduxoliq Uyg'urning she'rlarining 70% aruz vaznida. Shuna biz Abduxoliq Uyg'urni bu jihatlardan Rus edebiyotining ta'siriga uchragan emas, aksicha Abdullah To'qay, Namık Kemal ve Fuzuli Navoiylarning ta'siriga uchragan deb hukm qilamiz. Ondan mening maqolam o'shagicha, ondan men Abduxoliq Uyg'ur va bugun degan tema yozmoqchidim, qarsam bek cho'ng tema ekan bu. Shu ma'ni kichikroq qilib buni yozdim. Asli yozilgan bunun kengroq qismida bunday bir masala bor. Masalan, Abduxoliq Uyg'urninki Bordur degan she'ri 1947-yili Şinjan gazetida e'lon qilinib chiqqan. Abduxoliq Uyg'urning she'rlari ichida eng burun rasmiy matbuotda e'lon qilingani Bordur degan she'r ekan. Ondan kelsak bu 80-yillardan keyin yana e'lon qilingan ko'proq jurnal e'lon qilingan she'ri Enju Bordur degan she'r ekan. Ondan bugun qaytib kelsak, Abduxoliq Uyg'urning she'rlarining Uyg'urcha tarjim qilinganlari ichida Bordur degan she'rining 2 xil xanzosh tarjimasi bor ekan. Başka şehirlerden bir mi tercümesi yok, lakin Bordur degan she'rning 2 xil tercümesi var ekan. Şunun bilan men buni keyin yana izlab baksam 2015-yili bizning bu ishga to'qiyotgan Uyg'ur bolalar orasida nihoyat zo'r bir munozara bo'ldi. Bu munozaraning ismi dal Abduxoliq Uyg'urning she'rining ismi. Bordur degan she'r. Buni xanzochaga "Vomin biydan" deb tarjima qilib, bu to'g'risida maxsus to'rda bolalar munozara qilib ishga to'qiyotgan Uyg'ur bolalar, ya'ni xanzochaga Uyg'ur bolalar. Hem neymiş bu Abduxoliq Uyg'urning bu Bordur degan she'ri 47-yilda turji matbuotda besildi. Undan keyin ko'p jurnallarda e'lon qilindi. Undan keyin hatto bu xanzocha tarjima qilinib, xanzocha o'qigan Uyg'ur bolalar o'rtasida munozara bo'ldi. Bu masala Abduxoliq Uyg'ur va bugun degan masalaga yuzlanganimizda bizga bir to'g'ri keladigan qalbimizga darallab keladigan masala. Nima uchun Uyg'urcha o'qigandan tortib xanzocha o'qigangacha, nima uchun 47-yildan tortib hozirgacha bu Bordur degan she'ri eng ko'p o'ttirib chiqdi desek, buningda bir masala endi odatda mustamlika ostidagi agar bu reallik o'zgargan bo'lsa, bu she'r meni hech tahlil qilmaydi. Masalan, Abdullah To'qayninki men bu bizni bu Bordur degan bu she'rini izlab baksam tatarchada o kadar yayg'in emas ekan. Endi Abduxoliq Uyg'urning Bordur degan she'rida tatarlar orasida o kadar yayg'in emas ekan. O kadar ilgi çekmektir Tatarlarninki. Endi nima uchun Tatarlarning ahvoli o'zgarganligi uchun, Tatarlarning Bordur davatqandagi ahvoli o'zgarganligi uchun bu she'rga bo'lgan ehtiyojmi ozlabdi. Bizning Bordur degan she'rga bo'lgan ehtiyojimiz 100 yil burun davom qilgan bo'lsa, hozirgacha davom qilib ketdi. Unda bu she'rga bo'lgan ehtiyoj davom qilgachqa, bu she'r har xil tillarga tarjima qilinib, har xil tillardagi Uyg'urlar orasida munozara bo'ldi. Ham buning masalasi bu endi. Bunu bir o'ylash kerak. Ya'ni she'rdagi holat, she'rdagi idea, she'r o'tirib qo'ygan aksariyatga mazmun deki reallik o'zgarmaguncha, o she'rninki obyektidagi ahvol o'zgarmaguncha, bu she'r ham shunday davom qilishi kerak ekan. Endi Abduxoliq Uyg'urning she'rida yana bir mazmun
bu aynı vakitteki cedidçilik, yani Abdülhalik Uygur'un her mansak köz için kafir cedid dep qargışır degan bir mısra var. Bu mısrada biz bunun bir narsa bilamiz, Abdülhalik Uygur'un cedidçiligi. Yani cedidçilikte Uygur cedidçiliğinin qilgan işi izchil bir xil izchillik ekan. Masalan, meyli Abdülkadir Damullam olsun, meyli Abdülhalik Uygur olsun, meyli Memtili Efendi olsun, bularning she'r yozishdagi maqsadi xalqni uyg'otish. Ondan yana bir vositasi, yani cedidçilik, ikkinchi vositasi ma'rif. Yani İsmail G'ofuraliy 1884 yil Qozonda yangi cedid maktab ochgan. Ondan izlanmagan Memtili Efendi Qashqarda Atışda maktab ochgan. Ondan bu cedidçilikning izlanmagan Abdülhalik Uygur Turpan'da öz ailesinde maktab ochgan. Bu birisi. İkincisi, cedidçilerin ortak alaydığı neşriyattan çıkıp şoğlundular. Yani İsmail G'ofuraliy tercüman gezisinden çıkargan, Memtili Efendi şiirlerini ilan kıygan neşriyatçılık bilen. Abdülhalik Uygur Turpan'da neşriyatçılıkın şoğlunluğu için Rusya'nın basın maşinesi ekilip Turpan'da kılanmağın işini, aynı vakitteki yanlışını hükümeti yol koymağın bu muaşı Abdülhalik Uygur'unki cedidçilikning bir varisi vatandagi tashabbuschi ekanligini bilib o'taylik. Ondan aynı vaqtda cedidçilik hareketida İsmail G'ofuraliyninki bu qo'li tutqini, ya'ni bilimni zamonaviy madras ma'rif emas, zamonaviy ma'rifga o'tish. Shuning qatorida diniy ma'rifni zamonaviy ma'rifga o'tish degan bir ideyasi bor. Yani usul jadid degan usulda. Endi Abdülhalik Uygur shu vaqtda ve Memtili Efendi şu vakitte bu dini marifini zamanlı usulda okutish ibaret yediğini oturup koygan. Hem de nime üçün biz Abdülhalik Uygur'un hazırlık bu kıymetini muhimde bilmezse dini marifini zamanlılaştırış, yani zamanlı şekilde etmeliş meselesi Uygurlar ağır çalınmayan mesele. Biz ağır çıklanmayız bunu. Vatandaki yerastı marif, Türkiye yerastı marif. Okşaş. Hem de Abdülhalik Uygur nime üçün yazdığında olsa Abdülhalik Uygur'un şehirlerinin yazdığı Uygur reallığının özgermegenliginden bo'lgan. 100 yıl burun reallık qanday bo'lsa, bugungi reallık shunda bo'lganligi uchun Abdülhalik Uygur yordamdi. Abdülhalik Uygur tanqid qilgan mazmunlar bugungi chalinmaganligi uchun Abdülhalik Uygur yana yordamdi. Abdülhalik Uygur amalga oshirolmagan ma'rif bugun yana amalga oshirmaganligi uchun yana yordamdi. Shunga Abdülhalik Uygur yordamdi, lekin yordamish bir odamga bir azobdan derak berdi. Nima desa, asl bu reallik o'zgarish kerak edi. Men aytman Abdülhalik Uygur'un she'rlarini yodlanmaslikni umid qilaman. Nima ishqa reallik o'zgarsin, oltin o'zgarsin. Tugaydi.